Assalomu alaykum. Mijozimiz fikrida mana ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana labimizni chiroyli qilib, ustaka hamma yo'g'ini zo'r qilib berdi mana. O'zimizni Farg'ona viloyat Quva tumanida mana. Namanganlarga boramiz deb yuruvdik, o'zimiz yaqin joydan chiqib qoldi. Hamma yo'qlar mana ko'ngildek bo'lib, ichlarigacha zo'r bo'ldi mana. Narxlari ham unaqa qimmat emas. Mana hamma yo'qlarni ko'rishlari mumkin. Ichlari hamma yo'g'i mana joyda deb ko'rsatuvdik. Hozir qo'li ham yaxshi emayapti hali. Nimani? Mana ichlarni ko'rishlari mumkin. Hamma yo'g'i zo'r. Ko'ngildek bo'ldi. Narxlari ham hamyonbop yaxshi narxda. Mana rishotkalari qalin, yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Dugalargacha mana qilibdi. Zo'r mana ustukamiz yaxshi ishiga baraka bersin Alloh. Xursandchilik bilan mana olib ketyapmiz mashinani. Rozi bo'lasiz, yaxshi ko'rib. Bo'pti mana, rozi bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat, xudo xolasa. Ijozat bo'lsa jo'natamiz.